Enel mahsulotlardan kollagenni sizlarga obzor qilib bermoqchiman. Kollagenimiz nima uchun kerak? Organizmimiz 25 yoshdan keyin kollagen ishlab chiqarmagan hisobiga kollagen ichib yuramiz. Bu ichki organizmimizni yoshartirib beradi. Tanalarimizga, sochlarimizga, suyaklarimizga kerakli narsa. Oyoq, suya yoriqlarga ham ichishimiz kerak. 25 yoshdan keyin kollagen ichamiz. Bu ko'k choyli ta'mli kollagenimiz. Bular parashut stikda parashut bor ichida tayyorlab ichamiz. Bular peptidli kollagenlarimiz. Bu kollagen trinity. Bitta 7 xil kollagen bitta qilingan. Mana moldiki, to'g'riki va 7 xil kollagen bitta qilingan. Bitta elastikam bor, kosmetologlar ishlatadigan narsa. Kollagen ichganimizda ichki organizmimizni yoshartirib, tashqi tomondan ham tirishlarimizni yo'qotib beradi. Kollagenni narxini kerak bo'lsa